Biz yer yuzida yasharkanmiz, har kuni qarorlar chiqaramiz va ko'p xatolar qilib yashaymiz. Inson bor ekan, xatodan xoli emas. Afsus qilamiz xatolarimizga. O'shanda shunaqa qilmasam bo'lardi, mana xatoim bor, aybim bor va hokazo. O'zimizni qo'yib yashaymiz. Shunga bir gap topib oldim. O'tmishingni o'ylarkansan, hech qachon pushaymon bo'lma. Sen o'shanda qo'lingdan kelgan eng to'g'ri ishni qilgansan, degan gap bor ekan. Bundan xulosa chiqaramizki, hamisha hech yo'limiz qolmaganda bir qaror chiqaramiz. Asli o'sha eng to'g'ri qaror hisoblanar ekan. To'g'ri bo'lsa ham to'g'ri, noto'g'ri bo'lsa ham to'g'ri. Shuning uchun men aytamanki, qaror chiqarishdan qo'rqmayman. Baribir xato. 3 yildan keyin bunday qilsam bo'lardi-ku. O'shanda bunday qilishim kerak ekan. Attanga bunday qilsam bo'lar ekan-ku degan fikrlarda bo'lamiz. Demak, hamma qarorlarimiz xato. Xato qilishda davom eting, albatta tajribali inson bo'lasiz qachondir.